Alloh subhanahu tabaraka va taolo la'natlagan katta azobga sabab bo'ladigan gunohlardan biri mana shu o'zimiz bilmagan mu'mina muslima ayollar haqida yomon gumon qilish va ularga turli bo'xton toshlarini otish. Alloh subhanahu tabaraka va taolo Nur surasining 23-oyatida marhamat qiladiki, astag'izu billah. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum azabun azim. Pokiza, g'ofila, mu'mina ayollarga bo'xton toshini otganlar bu dunyoyu oxiratda la'natlanadilar va ularga oxiratda katta azob bor. Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum va aydihim va arjuluhum bima kanu ya'malun. U kunda tillari, qo'llari va oyoqlari qilib yurgan mana shu yomon amallari haqida ularga qarshi guvohlik beradi. Yawma izi yuwaffihumullohu dinahumul haqqa va ya'lamuna annalloha huval haqqul mubin. Ana o'sha kunda Alloh ularni jazolarini to'liq beradi va ular Alloh haq ekanini biladilar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyatlarida ogohlantirib aytib o'tdilarki, 7 ta halok qiluvchi gunohdan chetda bo'linglar dedilarda, ulardan biri mana shu pokiza, g'ofila, mu'mina ayollarga tuhmat toshini otish deb ogohlantirib qo'ydilar. Va Hofiz Abul Qosim at-Tabaroniy Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shunday pokiza ayollarga bo'xton toshini otishlik 100 yillik amallarini habata qiladi degan ekan.